Ey inson, har kuni sen oynaga qarab, ko'zguga qarab, qosh qovog'ingni, usti boshingni tuzatganda hech o'ylaganmisan? İnsanlar nazargohini tuzatayotganingda hech tafakkur qilganmisan? Allohning nazargohi qanday? Allohning nazargohini ham pardozandoz qilish kerak emasmi? Peshonangdan dog'ni yuvganing kabi, yuzingdagi loyni, kirni yuvganing kabi, qalbingdagi kirlarni yuvishing ham kerak emasmidi? Bandalarning nazargohini go'zal qilasan-u, maxluqlarning nazargohiga parvo qilasan-u, Xoliqning nazargohiga nega hech yo'q bir kunda bir marta nazar solmaysan? Hech yo'q bir kunda unga bir marotaba bir ehtimom berib, uning kirini ketkazay demaysan, unga go'zallik, oliyjanoblik baxsh etay demaysan.